Assalomu alaykum, sizlar bilan blogger Rashid Usmonov. Hozir shashlik pishiramiz. Shashlikka eng zo'r go'shtni tanlab olib keldik. Hozir qassobxonadan lavhani ko'ringlar. Go'sht tanlash haqida qisqacha lavha bor, keyin davom etamiz. Mana bu kishi qassob akamiz, Tavakkal aka. Buxoroda eng zo'r go'shtni shu kishi beradilar. Agar shashlik pishirmoqchi bo'lsangiz, go'shtni tanlay olmasangiz, sizning shashligingiz shashlik bo'lmaydi. Birinchi navbatda shashlikka go'sht tanlash hisoblanadi. Mana hozir go'shtni kesyapmiz. Bizga Buxoro shevasiga biqin deydi yoki quymush deydi. Endi toshkentliklar nima deydi Tavakkal aka? Shuni biqin bilan quymush. Shunaqa deydi biqin. Eng yumshoq joyida shu barmog'ingiz tiqqan payt barmoq suqiladi. Yumshoqqina. 4 soatdan 1 sutkagacha marinovka qilasiz. Yumshoq shashlikni yeysiz. Ko'pchilik qattiq joyini oladi go'shtni, keyin qiynalib yuradi marinovka qilishda. Qassob akalarimiz ajratib beryapti alohida qilib. Faqat shu yog'ini 4 burchak qilib pishiramiz. Keyin go'shtni arasiga albatta yog' bo'lishi kerak-da shashlikka. Agar yog' bo'lmasa, go'shtning suyuqligi tushib ketadi. Agar yog' bo'lsa, har bitta masalan 3 santimetrlik go'shtning arasiga yog' tushib qo'ysangiz, shu go'shtni suyuqligi tushib ketmasdan, shu yog' erib ketaveradi. Shu yog'ni qanaqasini tanlaymiz? Yog'ni qassobga kelgan paytda qorinni atrofidagi yog'dan berasiz deysiz. Taxminan 0,5 santimetrdan 1 santimetrgacha qalinligida olasizda, mana shuni kvadrat shaklida kesib, har bitta go'shtni arasiga tiqasiz. Mana endi 12 kilo go'shtdan 2,5 kilo suyak chiqdi. Mana bu yerda 9,5 kilo go'sht bor. Buni ham ayrim mana chekkalari, mayin joylari shashlikka bo'lmaydi. Shu yo'g'ini ajratib, osh uchun alohida qilib olamiz. Faqat 4 burchak chiroyli kesiladigan joylarini olib, shashlikka to'g'rilab olamiz. Mana bu qismi shashlikka bo'lmaydi, oshga ketadi. Yumshoq go'sht o'zi kesilishidan ma'lum. Shundoq kesiladi. Go'sht tanlay olmasangiz yaxshi shashlik qila olmaysiz. Nima bilan marinovka qilsangiz ham foydasi yo'q. Zo'r go'sht tanlasangiz mana barmoqni qanaqa kiradi mana. Mana kirib ketdi, teshildi. 3 sm, 2-3 sm ga teshildi. Mana shunaqa yumshoq bo'lsa, oddiy piyoz bilan marinovka qilsangiz ham yumshoqqina zo'r mazali shashlik chiqadi. Endi men oshpaz emasman, lekin o'zim havaskor bo'lib shashlik pishirib o'rganganman. Shu bo'yicha shashlik pishirib beraman. 3 kilo 4 kilo go'shtni marinovka qilib shashlik qilgandan ko'ra 2 kilo shashlik qiling, zo'r shashlik bo'lsin. Yumshoq bo'lsin, sochli bo'lsin, suvli bo'lsin, mazali bo'lsin. Shundagina haqiqiy shashlik yeganday bo'lasiz. U qattiq go'shtlarni osh pishiring, qazon kabob pishiring, boshqa taomlarni pishiring. Go'shtlarni mana bu yog'i mana chaynagan bilan og'izga erimaydi bu. Bu bizga ortiqcha narsada shashlik uchun. Shashlikka shunaqa narsa ketmasin. Iloji boricha mana bunday qilib qop-qora go'shtni tashlashimiz kerak. Buni osh uchun olib qo'yamiz, zo'r mazali narsa bo'ladi. Bitta zo'r pichoq bo'lsin go'sht uchun. Bu ayollarning pichog'iga tegmang. Ayollar sizning pichog'ingizga tegmasin. O'zingiz uchun shaxsiy pichoq bo'lsin, hech kim tegmasin. Bo'lmasa bularni dastidan tuzuk pichoq olib go'sht bilan ishlay olmaysiz. Go'shtni kesa olmaysiz, qiynalib yurasiz. Shuning uchun zo'r pichoq sotib olganman, ikkita bor bunda. O'zim uchun alohida qo'yganman, hech kim tegmaydi. Marinovka. Hech qayerda yo'q retsept. Dunyoda yo'q retsept. Rashid Usmonov retsepti. Shunaqa qilib maqtayman endi o'zimni o'zim.
shunaqa shashlik pishirganglar, maza qilasizlar. Agar shunaqa shashlik pishiradigan bitta choyxona ochsangiz, bu shashlikni 3 barobar qimmatiga sotsangiz ham sizni biznesingiz yurishib ketadi. Biznes ideya bu. Agar qaysi biringiz oshxonangizga mana shunaqa shashlik pishirib, agar biznesingiz yurishib ketsa, menga yozing, bir choqiring, bir choy ichishiga. Ana endi 6 kilo go'shtni mana shunday ajratib oldik. Chiroyli qilib. 6 kilo go'shtga mana qoshiqda tuz, bitta idish oldik, mana kosa. Kosaga tuzdan bitta, ikkita soldik. Tuzni kamaysa shashlikka ziyon qilmaydi. Yana ham tuzlash mumkin, lekin ko'payib ketmasin-da. Shuning uchun mana endi mana morskoy soldan ham, ya'ni dengiz tuzidan ham ikkita soldim, 4 ta tuz bo'ldi. Mana bu zira. Mana. Zira qancha mana shunaqa to'q rangda bo'lsa, shuncha yodga boy bo'ladi. Ya'ni bo'qoq kasalligiga chalinganlar mana shuni chaynab har kuni 2 gramdan yesa, yod yetishmovchiligi muammosidan qutuladi. Bitta qoshiq zira, yana ham yarimtagina qoshiq. Keyin imbir kukuni, mana imbir kukuni go'shtga bu zo'r ta'm berish bilan birgalikda sal achchiqcha holatga keltiradi. Bu ham juda ham mazali qiladi go'shtni. Har qanaqa go'shtga solish kerak. Imbir kukuni. Buni nima uchun aloyda solyapman bitta kosaga? Sababi buni go'shtning ustiga sepsangiz, go'sht o'ziga shimi bo'lishi mumkin-da qanaqangidir dorivorni. Keyin bitta go'sht boshqacha ta'mda, ikkinchi go'sht boshqacha ta'mda bo'ladi. Shuning uchun aloyda qo'shsangiz bu zo'r bo'ladi. Mana bu qora murchni yanchilgani tayyor do'kondan olingan. Bu yerda taxminan 2 qoshiq bor. Bu ko'p bu. Buni taxminan bir qoshiq soldim. Ko'p ham shart emas. Bir qoshiq yetadi. Mana buni aralashtiramiz ana. Bu aralashadi, ya'ni tuz, zanjabil kukuni, zira, keyin qora murchni yanchilgani tomoqqa keldi. Xo'sh, 4 ta qoshiq, yana bir yarimtagina qoshiq tuz sepay. Har nima tuzi yaxshi bo'lsa, shashlik mazali chiqadi. Mana endi quruq sepadigan narsalarimizdan mana shu narsa go'shtning ustiga bemalol mana shunday sepamiz. O'zi aralashtiramiz. Qolgan narsalarni sozlagandan keyin zirasi ham bo'ldi, 2 qoshiq, imbiri ham bo'ldi, tuzi ham bo'ldi, hammasi joyida bo'ldi. Bizning marinovkamiz quruq bo'ladi. Sababi bizning go'shtimiz yumshoqqina. Bu marinovkaning ichiga suv kirsa yoki qanaqangidir Coca-Cola, gazlangan suv, kivi, shunaqa narsalar bilan go'shtni marinovka qilsangiz, u go'shtni ta'mi shu suvga, suyuqlikka chiqib ketadi. Keyin o'sha masalan shunaqa marinovka qilgan payt suvga qarang, suv qonga aylanadi. Go'shtni qip-qizil ta'mi suvga chiqib ketadi. Bu go'shtga ta'm qolmaydi. U ta'm qolmagan go'shtni kaloriyasi ham pasayadi, vitaminlari ham pasayadi. U bilan maza qilmaysiz, ta'mi ham yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun mana shu eng zo'r go'sht tanlab quruq marinovka qilish kerak. Hozir yana ana endi bu marinovkaga suyuqliklarni qo'shamiz. Shunday suyuqlikki, bu go'shtimizni mana shu idishimizni pastiga suyuqlik ajralib qolmaydi. Ayrimlar nimadir qo'shadi, pastida mana shuncha, misol uchun 5 sm suyuqlik ajralib qolsa, shu 5 sm ga tuz ham, dorivor ham, go'sht ta'mi ham hammasi cho'kib qoladi pastga. Pastdagi go'shtlarni tuzi boshqacha bo'ladi, ta'mi boshqacha bo'ladi, yuqoridagi go'shtning ta'mi boshqacha bo'ladi. Shunaqa holat bo'lib qolsa agar har 2 soatda aralashtirib turib 10 soat marinovka qilib qo'yish kerak. Aralashtirib tursangiz hamma go'shtning ta'mi bir xil bo'ladi. Lekin bizning marinovkamizga pastki qismiga umuman suyuqlik bo'lmaydi. Bir xil holatdagi marinovka bo'ladi. Shundoq bo'lsamizda 1 sutkadan keyin yana marinovka zararimizga ketadi. O'ta yumshoq bo'lib, ta'mi boshqacha bo'lib ketadi. Shu 5 soat bilan 24 soat oralig'ida bu shashlikni marinovka qilgandan keyin iste'mol qilish kerak. Aynan mana shu retsept bo'yicha men tavsiyam shunaqa. Mana endi mana bu qalampur, achchiq qalampurni baklashkaga solib qo'yganmiz, suv bilan. Buni achchig'i mana shu suvga chiqqan. Hozir achchiq qalampurni o'zini bunga men sola olmayman-da. Solsam agar qaysidir go'sht achchiq bo'ladi, og'zingizga kelib qoladi, keyin achchiq narsani yeya olmaysiz. Mana bundan baklashkani voh, qanaqa gaz berdi mana. Hozir baklashkani og'iz bilan solmoqchi bo'ldim. Gaz berib chiqib ketdi. Ya'ni bu shunaqa siqilib qolganda, zichlik kuchaygandan keyin mana shunaqa bo'lib qolgan. Taxminan bir 30-40 gram achchiq qalampirni suvdan aralashtirdim.
Bu ixtiyoriy. Kim qo'shadi, kim qo'shmaydi. Marinovkani oddiy piyoz, tuz, ziravor bilan qilsangiz ham bo'ladi. Lekin mani marinovka, men xohlaydigan marinovka boshqacha. Shuning uchun mana bu qaymoq. Xom qaymoq deydi mana. Qaymoq taxminan 250 ml qaymoq soldim. Ikkinchi idishiga yana 250 ml. Qaymog'imiz 500 ml bo'ldi. Bu qaymoqning tarkibidagi yog'lar shunday go'shtga aralashib olib, bu dorivorlar bilan shu go'shtning mag'ziga kirib, go'shtga zo'r ta'm beradi. Bu go'sht vashi dahshat shashlik bo'ladi. Bunaqa shashlik hech qanaqa restoranga pishirmaydi. Mana endi bu videoni ko'rgandan keyin kimdir pishirishi mumkin, lekin bu darajada menday mehr bera oladimi, yo'qmi, buni ham men bilmayman lekin. Qalpoqcham qanday ekan? Mana shu Buxoroning asl do'ppisi mana shunaqa bo'ladi. Bugun oldim. Bugun sayyohlar bilan Amirolimxonning yozgi saroyiga bordik, shuni sotib oldim. Bizning marinovkamizning asosiy siri mana shu sirkaga, ya'ni bu sirka uzum sirkasi, mana bu sirka esa anordan qilingan sirka hisoblanadi. Bu sirkani qanday qilish bo'yicha keyin video qilaman. Bu ham bir qiziqarli mavzu. Bu tabiiy yo'l bilan yetishtirilgan sirka. Bu sirkani bozorlarda mana shu ziravor sotadiganlardan topsa bo'ladi, lekin har qanday bozorda yo'q. Taxminan 1 kilogramm go'shtga bitta mana shu baklashkani og'zi bilan solaman. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita. Mana endi bunisidan ham shunday. 1 kilogramm go'shtga bitta baklashkani og'zi bilan 6 ta solaman. 3, 4, 5, 6. Soldik. Mana endi bunga marinovkamizga har 1 kilogramm go'shtga 250-300 gram piyoz solishimiz kerak. Hozir bizda taxminan 1,5 kilogramm 2 kilogrammga yaqin piyoz to'g'irlaganmiz. Shuni katta-katta yirikroq qilib to'g'irlaymiz. Sababi yirik qilmasak buni bu marinovka bo'lgandan keyin bir sutkadan keyin uni piyozdan go'shtni ajratish juda ham qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun yirik to'g'irlaymizda piyozni yaxshilab aralashtirib bosamiz. Piyozni soldik. O'zi ham 1 galam shashlik bo'ldi. 12 kishini bu bo'ktiradi. Ya'ni 1 kilogramm mana shunaqa to'g'rilangan, ajratilgan go'shtdan taxminan 100 gram, 120 grammlik endi yog'lari bilan hisoblaganda 10 ta, 12 ta six shashlik chiqadi-da. 10 ta, 12 ta six shashlik, buni 4 tasi mana degan polvonni to'ydiradi. Buni aralashtiramiz endi. Yaxshilab aralashtiramiz, keyin bosib muzlatgichga qo'yamiz. Bemalol 12-15 soatgacha bu muzdek turadi borguncha. Borgandan keyin 1-2 soat dam olamizda, o'choqni yoqamiz, shashlikni pishiramiz. O'sha kun yetdi. Men bu sirkani, shashligini, sirlarini bilish uchun 650 kilometr joydan masofani bosib keldim. Ustoz, nimadan boshlaymiz? Hozir ana go'shtimiz marinovka qilingan tayyor holatda yaxtakina kelibdi. Mana bu termol pakovkaga. Sizdan bitta narsani so'ramoqchimiz. Xo'sh. Siz bu go'shtni 700 kilometr joyga 15 soatga olib keldingiz. Xo'sh. Shunda yaxtak qana olib keldingiz? Yaxtak mana bu penadan qilingan 4 burchak maxsus idishimiz bor. Mana shu idishga maxsus mana sotiladigan anaqalar borda. Mana bunaqa paketlarga muz azot bor. Bu hali yaxtak turibdi, ichiga muz ham bo'ladi. Hali bu bemalol 24 soat, 30 soatgacha go'shtni saqlab olar ekanda. Men bu darajada anaqa bu xuddiki bir xolodilnikdan muzlatgichdan olgandek mana shunday. Mana endi mana yo'q qorinni atrofi mana. Bu yeyish uchun emas, bu ta'm berish uchun shashlikka. Shashlikni, ya'ni sochni chiqishi uchun, mazali chiqishi uchun mana shu narsa kerak. Ya'ni go'shtni o'zini yo'qsiz ursangiz agar, bu go'shtni suvi erib oqadi-da, tomchilab tushadi o'choqqa. Agar mana bu yog' bo'lsa, arasiga har bitta go'shtni o'choqqa mana bu yog' erib tushadi-da, go'shtni sochnisi turadi. Yana bu yog'i go'shtning tarkibiga ham o'tadi. Shu go'shtni tishlagan paytingiz xuddi muz qaymoqda erib ketadi. Siz demoqchisizki, ishlashga qo'yasizmi yo'q, muncha savol berasiz. Olovga yog' erib, tutuni o'shandan chiqib hidi qoladi o'sha shashlikni. Siz bo'lsa agar nima bo'lmaydi. Mana bunday qilamiz mana. Mana bunday qilamiz, kesamiz. Uzunasiga bo'ldi, to'g'rimi? Bunaqasi taxminan 3,5-4 sm. Mana endi bunaqasiga mana bitta kesamiz.
Buni kim xohlasa yeydi, kim xohlasa yemaydi. Men yemayman buni. Faqat qorasini yeyman, bunisini yemayman. Har bitta siximizga 5 ta go'sht bo'lsa agar 4 ta arasiga mana bunaqa oq bo'lishi kerak. Buni oqni olish uchun tarelkani oling, ko'p savol bermang. O'zi shashlik yeymizmi, savol javob qilamiz berib. Ustoz. Mana bitta go'shtdan urdik, bitta oshqozon atrofidagi yog'dan mana urdik. Yog' yopishib turadi. Yana buni ketidan ikkinchi go'shtimizni uramiz. Ketidan yana bitta yog'dan uramiz. Mana yog'dan uramiz. Yog' bilan go'sht bir-biriga yopishib turishi kerak. Yog' go'shtni yopib turishi kerak. Yopib tursa mana shunda go'shtga yog'ni erib yog'i go'shtga kiradi-da, bu go'sht. Siz buni ilmiy ish qilganmisiz? Bu faktlarga asoslangan dalillar. Pishirib yeb shuni shunaqa sirlarini bilib olganda men tushunyapsiz. Ajoyib. Endi shashlik uchun piyoz to'g'raymiz. Piyozni suvga botirib qo'yamiz. 1 soatcha dam olsin, keyin sirka bilan yuvib, ya'ni sirka aralashtirib yeyishga tayyor bo'ladi. Piyozimiz faqat halqa shaklida bo'lishi kerak, halqa. Ko'p ham ingichka ham emas, ko'p ham qalin ham emas. O'rtacha bo'lishi kerak. Mana shunday. Sal qalinroq bo'lsa, sirka bilan bu yegan payt shashlik bilan odamni ishtahasini ochadigan juda ham bir mazali narsa bo'ladi-da. Mana endi o'zi bitta piyoz misolida ko'rsataman. Bitta piyoz misolida qolgan piyozlarni hammasini shunday qilamiz. Mana. Halqa shaklida bo'lsa, olib yeyish juda ham bir ishtaha ochar bo'ladi-da. Hammasini mana shunday qilib suvga botirib qo'yamiz. 1 soat dam oladi. Bu piyoz keyin shirin bo'ladi. Sirka bilan juda ham shirin, mazali bo'ladi. Bo'ldi, piyoz haqida shu. Endi